O'zbekiston tarix yozish arafasida Kolumbiyaga qarshi buyuk jang, jahon chempionati oldidan katta tahlil. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Siz kuzatayotgan kanal bu Secretex. Bu yerda biz futbol olamidagi eng muhim yangiliklar, katta o'yinlar oldidan chuqur tahlillar va muxlislar uchun eng qiziqarli voqealarni bir joyga jamlaymiz. Avvalo sizlarga katta rahmat aytmoqchimiz. Har bir like, har bir izoh va har bir obuna biz uchun oddiy raqam emas. Bu kanal ortida mehnat qilayotgan jamoaga katta motivatsiya. Ayniqsa videolarimiz ostida o'z fikrlarini yozayotgan, biz bilan bahslashayotgan, ba'zida hakam bo'lib ketadigan, ba'zida murabbiylik qiladigan futbol bilimdon muxlislarimizga alohida rahmat. Futbol shunaqa sportki, ba'zida televizor qarshisidagi muxlis ham murabbiydan ko'ra yaxshiroq tarkib tuzib qo'yadi. Mana bu futbolchini chiqarish kerak, mana bu taktika xato bo'ldi deb butun boshli strategiya tayyorlab qo'yamiz. Balki ichimizda yashirincha yangi Guardiola bordir, kim biladi. Lekin bugungi mavzu oddiy emas. Bugun biz O'zbekiston futboli tarixidagi eng katta sahifalardan biri haqida gaplashamiz. Bu shunchaki futbol uchrashuvi emas. Bu 33 yil davomida kutilgan orzuning birinchi sinovi. Bu millionlab yuraklar bir vaqtda uradigan kun. Bu O'zbekiston nomi butun dunyo futbol sahnasida yangraydigan lahza. 18-iyun Meksika shahri va albatta jahon chempionati sahnasi. Qarshimizda Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiya, bir tomonda esa O'zbekiston. 33 yil davomida kutgan tarixiy imkoniyat. Ikkinchi tomonda Kolumbiya, James Rodriguez, Luis Diaz, Davinson Sanchez kabi yulduzlar bilan maydonga tushadigan kuchli jamoa. Ko'pchilik aytishi mumkin, Kolumbiya favorit. Qog'ozda shunday, lekin futbol qog'ozda o'ynalmaydi. Futbol yurak bilan o'ynaladi. Futbol tarixida qolish uchun o'ynaladi va ba'zida aynan hech kim kutmagan jamoa butun dunyoni hayratga soladi. Aziz muxlislar, videomiz davomida O'zbekistonning imkoniyatlari, asosiy futbolchilari, Kolumbiyaning kuchli va zaif tomonlari, taktik jang va bu uchrashuv qanday ssenariy bo'yicha o'tishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki siz uchun tayyorlangan videoning so'ngida muhim savolga javob beramiz. O'zbekiston Kolumbiyani mag'lub eta oladimi? Yana bir muhim narsani aytib o'tmoqchimiz. Secretex kanalida biz futbolni sevamiz. Bizning maqsadimiz sizga sifatli tahlil, qiziqarli ma'lumot va haqiqiy futbol muhiti yaratish. Shuning uchun kanalimizda futbol muxlislarini chalg'itadigan, odamlarni pul tikishga undaydigan yoki qimorni targ'ib qiladigan reklamalar bo'lishni istamaymiz. Biz futbolni sevamiz, lekin futbolni qimor bilan bog'lash tarafdori emasmiz. Biz uchun eng katta g'alaba bu sizlarning ishonchingiz, sizlarning obunangiz, fikringiz va qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun eng katta mukofot. Agar siz ham haqiqiy futbol muxlisi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videoni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Endi esa boshladik. O'zbekiston futboli uchun bu kun qanday keldi? Mustaqillikdan keyingi 33 yil davomida O'zbekiston terma jamoasi uchun jahon chempionati eng katta orzulardan biri bo'lib kelgan. Har bir avlod o'z qahramonlarini kutdi. Har bir futbolchi shu orzu uchun kurashdi. Har bir muxlis televizor qarshisida bu safar albatta chiqamiz degan umid bilan yashadi. Ammo futbol shafqatsiz sport. Ba'zida bir gol butun tarixni o'zgartiradi. Ba'zida bir soniyalik xato yillari davomida kutishga majbur qiladi. O'zbekiston ko'p marta juda yaqin keldi, ammo so'nggi qadam doimo eng qiyini bo'ldi va endi mana shu qadam tashlanadigan vaqt keldi. Bugun O'zbekiston avvalgi O'zbekiston emas. Bu jamoada tajriba ham bor, yosh energiya ham bor va albatta eng muhimi, katta sahnada o'zini ko'rsatishga chanqoqlik bor. Jamoaning asosiy qurollaridan biri Eldor Shomurodov. Shoma. U faqat hujumchi, u terma jamoaning ramziga aylangan futbolchilardan biri. Uning yelkasida katta mas'uliyat bor, chunki katta o'yinlarda ba'zida bitta imkoniyat keladi va ana shu bitta imkoniyat tarix yaratishi mumkin. Yana bir katta umid Abduqodir Husanov. Yosh bo'lishiga qaramay xalqaro futbol tajribasiga ega bo'lgan markaziy himoyachi
Kolumbiyaning tezkor hujumlarga qarshi uning har bir harakati juda muhim bo'ladi. Chunki himoyadagi bitta xato katta xavf, ammo bitta to'g'ri qaror butun xalqni quvontirishi mumkin. Va albatta Abbosbek Fayzullayev texnikasi, tezligi va kreativ o'yini bilan muxlislarning umidiga aylangan futbolchi. Ning vazifasi oddiy: maydonda bo'sh joy topish, hujum yaratish va Kolumbiya himoyasiga tinchlik bermaslik. Chunki futbol shunday. Ba'zida kichkina futbolchi katta tarix yozadi. Endi raqib haqida. Bizning albatta futboldagi raqibimiz Kolumbiya. Bu nomning o'ziyoq ko'p narsani anglatadi. Janubiy Amerika futboli doimo texnika, tezlik va xarakteri bilan ajralib turadi. Kolumbiya futbolchilari kichik xatoni ham jazolay oladi. Ularning hujumida katta tajriba bor. James Rodriguez jamoaning miyasi, uning chap oyog'i ko'p himoyachilar uchun katta xavf. Luis Diaz esa tezligi bilan istalgan himoyani qiynay oladigan futbolchi. Unga qarshi o'ynash uchun nafaqat kuchli, balki aql ham kerak bo'ladi. Lekin yana bir bor aytamiz, futbol oldindan yozilgan ssenariy emas. Agar shunday bo'lganida har bir favorit doimo g'alaba qozongan bo'lardi. Ammo tarixda qancha katta sensatsiyalar bo'lganini hammamiz bilamiz. Kichik deb qaralgan jamoalar katta sahnada gigantlarni yiqitgan. Endi navbat O'zbekistonnikimi? Buni maydon ko'rsatadi. 18-iyun kuni millionlab o'zbekistonlarning ko'zi bitta ekranga qaraydi. Kimdir bayroq bilan, kimdir oilasi bilan, kimdir do'stlari bilan, ammo hammaning yuragida bitta tilak bo'ladi: Olg'a O'zbekiston. Chunki bu oddiy 90 daqiqa emas. Bu 33 yillik kutishning natijasi. Bu millionlab insonlarning orzusi. Bu tarixga yoziladigan sahifa. Katta o'yinlarda faqat yulduzlarning nomi emas, murabbiylarning qarori ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bir tomonda jahon futbolining afsonalaridan biri bo'lgan Fabio Cannavaro. U futbolchi sifatida himoyaning haqiqiy ustasi edi. 2006-yilgi jahon chempionatida Italiya terma jamoasi bilan tarix yozgan kapitan. U futbolni juda yaxshi biladi. Uning falsafasi oddiy. Avval himoyada mustahkam tur, keyin raqibni jazola. Ya'ni bu shunchaki orqaga chekinish emas. Bu sabr bilan kutish, raqib xatosidan foydalanish va kerakli vaqtda tez zarba berish. Kolumbiyaga qarshi bunday yondashuv juda muhim. Chunki Kolumbiya to'p nazoratini yaxshi ko'radigan jamoa. Ular ko'p hujum qiladi, ko'p bosim o'tkazadi. Ammo har bir hujum ortida bo'sh joy qoldirishi mumkin. Va tabiiyki, ana shu bo'sh joy O'zbekistonning eng katta imkoniyatiga aylanishi mumkin. Endi bir tasavvur qiling. Kolumbiya oldinga o'tmoqda. James Rodriguez to'p bilan, Luis Diaz qanotda tezlik bilan harakat qilmoqda. Butun boshli stadion hujum kutmoqda, ammo birgina to'pni olib qo'yish, birgina tezkor uzatma va Shomurodov qarshi hujumda oldinga chiqmoqda. Mana shu lahza, mana shu soniya futbol tarixini o'zgartirishi mumkin. O'zbekistonning asosiy vazifalaridan biri Kolumbiyaning qanotlarini yopish. Chunki Janubiy Amerika jamoalarining eng katta kuchi qanotdagi tezlik. Agar O'zbekiston qanotlarda tartibni saqlasa, Kolumbiyaning hujumi quroli ancha kamayadi. Markazda esa Husanov boshchiligidagi himoya juda katta sinovdan o'tadi. Chunki katta o'yinlarda himoyachilar ko'p gapirmaydi. Ular harakat bilan javob beradi. Ba'zida hujumchilar gol urib qahramon bo'ladi, ammo ba'zida bitta himoyachi jamoani mag'lubiyatdan saqlab qoladi. Endi Kolumbiyaning zaif tomonlariga qaraylik. Ha, bu jamoa kuchli. Ha, ularda katta tajriba bor, ammo ideal jamoa mavjud emas. Har bir kuchli tomonning ichida zaif nuqta bo'ladi. Kolumbiyada ham shunday. Ular ba'zida juda ko'p hujum qilishga berilib ketadi. Raqib jarima maydoniga ko'p futbolchi bilan kiradi. Bu esa qarshi hujum uchun imkoniyat yaratadi. O'zbekiston aynan mana shu imkoniyatlardan foydalanishi kerak. Chunki bunday darajadagi o'yinda 10 ta imkoniyat bo'lmasligi mumkin, balki 2 ta imkoniyat bo'ladi, ammo o'sha 2 ta imkoniyatdan biri golga aylanishi mumkin. Endi savol, O'zbekiston qanday natija qilishi mumkin? Ko'pchilik statistika, reyting va nomlarga qaraydi va tabiiy ravishda Kolumbiyani favorit deb hisoblaydi. Bu normal, ammo futbol faqat raqam emas. Agar faqat reyting hal qilganida har doim yuqori o'rindagi jamoalar chempion bo'lardi. Lekin futbolning go'zalligi ham shunda. Kutilmagan natijalar, sensatsiyalar, qahramonlar.
O'zbekiston uchun ideal ssenariy qanday? Birinchi navbatda dastlabki 20 daqiqada gol o'tkazmaslik, chunki Kolumbiya tez boshlashni yaxshi ko'radi. Agar O'zbekiston birinchi bosimni o'tkazib yuborsa, o'yin asta-sekin tenglashishi mumkin. Ikkinchidan, standart vaziyatlardan foydalanish. Burchak zarbalari, jarima zarbalari. Bunday katta o'yinlarda standart vaziyatlardan oltindan-da qimmat bo'ladi. Uchinchidan, sabr. Eng katta xato shoshilish. Chunki ba'zida g'alabani xohlagan jamoa o'zini o'zi mag'lub qiladi. Muxlislar haqida ham gapirish kerak. Chunki futbol faqat 11 futbolchidan tashkil topgan emas. Bu futbol. Bu millionlab yuraklar. Toshkentdagi, Buxorodagi, Samarqanddagi, Andijon, Xiva, Qashqadaryo, butun O'zbekiston va dunyoning boshqa davlatlarida yashayotgan o'zbekistonliklar hammasi bir maqsadda birlashadi. Bu oddiy sport emas, bu milliy faxr. Aziz futbol muxlislari, endi sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Sizningcha O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi qanday natija qiladi? Hisob qanday bo'ladi? Shomurodov gol uradimi? Husanov Kolumbiya hujumchilarini to'xtata oladimi? Yoki futbol dunyosi katta sensatsiyaga guvoh bo'ladimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Biz ularni albatta o'qiymiz va eng qiziqarli fikrlarni keyingi videolarimizda muhokama qilamiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Siz Secret X kanali sizlar uchun ishlaydi. Bizning maqsadimiz futbolga bo'lgan muhabbatni yanada kuchaytirish. Biz sizlarga shunchaki yangilik emas, balki hissiyot beradigan hikoyalar, tahlillar va futbol atmosferasini yetkazishga harakat qilamiz. Shuning uchun agar kanalimiz rivojlanishini xohlasangiz, obuna bo'ling. Videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki kichik qo'llab-quvvatlashlarning biz uchun katta kuch. Va nihoyat 18-iyun Meksika jahon chempionati. O'zbekiston tarixidagi eng katta sahnalardan biri. Kimdir aytishi mumkin, Kolumbiya kuchli, kuchli. Kimdir aytadi, O'zbekiston tajribasi kam. Balki shundaydir, lekin tarix doimo jasurlarni sevadi. Hech kim imkoniyat bermagan jamoalar ba'zida eng katta hikoyalarni yozadi. 30 yil davomida kutilgan orzu, bir avlodning umidi, bir xalqning ishonchi. Endi esa maydonda faqat bitta narsa qoladi. 90 daqiqa kurash, 90 daqiqa yurak, 90 daqiqa tarix. Aziz muxlislar, bayroqlarni tayyorlang, ovozlaringizni tayyorlang, chunki bu safar O'zbekiston shunchaki futbol o'ynamaydi. O'zbekiston tarix bilan uchrashadi. Biz esa bu tarixiy lahzalarni siz bilan birga kuzatamiz. Bu Secret X. Futbol biz bilan ko'rishguncha va olg'a O'zbekiston. O'zbekiston uchun layklarni, kommentariyalarni va ulashishlarni to'xtatmang. Qani, ketdik.